qilayotgan duolarimiz qabul bo'layotganini, shukurlarimiz qabul bo'layotganini bilamiz. Biz shukur qilishni ham bilmaymiz. Biz o'ylaymiz, bozordan olgan olma 1 kilosi 10 ming so'm deb aytsak, u olmani 10 ming so'mligini bilamiz. Lekin men sizga 10 ming so'm pul bersam, bitta olma paydo qilib bera olmaysiz. Hech kim qilib bera olmaydi. Butun dunyo bir joyga yig'ilib, Allohning yaratib qo'ygan bu imkoniyatlarni hammasini rad etgan holda bir olmani hech kim yarata olmaydi. Hech kim. Biz uncha ne'matni, quyoshni vaqtida chiqayotganini, yomg'irni yog'ayotganini, daraxtni o'sayotganini, fasllarni almashayotganini, navbati bilan kelib olmani pishirib, qip-qizil qilib, ta'mlarini shirin qilib, ranglarini go'zal qilib, tap-tayyor holatga keltirish uchun millionta ne'mat bu dunyoda borligini bilmaymiz. Bizni biladiganimiz uni 10 ming so'm ekanligi. Biz u olmani bahosini shu cho'ntagimizdan 10 ming so'm chiqqani uchun 10 ming so'm deb bilamiz. Unaqa emas. U bir olmani butun insoniyat yig'ilib shunga o'xshashroq nimanidir Alloh yaratgan ne'matlardan foydalanmasdan turib milliard yilda ham paydo qilamiz.